Mukammal xona bu nima degani? Mukammal xona bu ko'zga yoqimli, ichida yashash, ishlash qulay bo'lgan, yorug'lik, rang, mebel uyg'un bo'lgan xona. Mukammal xonani shu xona misolida ko'rib chiqamiz. Xonaning maqsadini aniqlash eng muhim qadam. Avval o'zingizdan so'rang, bu xona nima uchun deb. Dam olib kitob o'qish uchunmi? Yoki uxlash uchunmi? Balki ishlab dars qilish uchundir. Bitta xona, bitta asosiy vazifa. Agar vazifalar ko'p bo'lsa, xona zonalarga bo'linadi. Xuddi mana shu xona kabi. Rang tanlash xonani kayfiyatini belgilaydi. Oddiy qoida: ochiq ranglar xonani kattaroq ko'rsatadi. To'q ranglar shinam, lekin xonani kichik ko'rsatadi. Endi yorug'lik va chiroqlar haqida. Yorug'lik bu mukammallikning yarmidir. Mukammal xonada 3 xil yorug'lik bo'ladi. Asosiy shift chirog'i, yordamchi stol lampasi bira, atmosfera LED lampa, yashirin chiroq. Bitta kuchli chiroq ham yomon dizayn belgisidir. Buni unutmang. Tartib va minimalizmga alohida e'tibor bering. Mukammal xona bu ortiqcha buyumlar yo'q deganidir. Har narsaning o'z joyi bor. Yashirin saqlash joylari bu tartib. Tartib esa bu xotirjamlikdir. Detallar uyimizga jon bag'ishlaydi. Ular qanday bo'lishini vizuallarda ko'rishingiz mumkin. Bitta ikkita rasm, o'simlik, oynalarni to'g'ri o'rnatish xonani kattaroq ko'rsatadi. Tekstil, parda, gilam, yostiqlar. Juda ko'p detal bu bosh og'riq. Albatta hammani o'z didi bor. Shundan kelib chiqib xona bezatadi. Lekin har bir ishning o'z formulasi bor. Mukammal xona formulasi. Eslab qoling. Maqsad, rang uyg'unligi, to'g'ri yorug'lik, kam mebel va tartib mukammal xona degani. Mukammal xona va uy yashashga zavq beradi. Yuqorida aytib o'tilgan ma'lumotlar haqida alohida videolar bor. Ularni sahifamizda kuzatib boring.